Beruniyda yana bir ajoyib yangilik. Tez kunda arqamda ko'rib turganingiz, ya'ni Zamzam Optum o'z ish faoliyatini boshladi. Videoning boshidan eng muhimini, ya'ni bu do'konning manzilini ko'rsatib o'tsak to'g'ri bo'ladi. Bu yoq tarafimiz 14 kollej, ya'ni 4 kil shossiyadan tushib kelaverish bo'ladi. Bu yoq tarafimizda esa gimnaziya maktab, ya'ni 69-sonli maktab bo'ladi. Selarroqda birlik mahalla. Manzil menimcha tushunarli bo'ldi. Endi ichkariga kirib, ichkarida ko'rsatsak bo'ladi. Ichkariga kirishimizdan oldin videoga bir like bosib qo'ying. Sababi bu videoda siz Beruniydagi yana bir muhim yangilikni bilib o'tirsiz. Undan tashqari videoni yomg'irdan tinglab turibmiz. Ichkariga ketdik. Do'konning ichine keladigan bo'lsak, bu yog'imizda 1, bu yog'imizda 2, ya'ni umumiy 2 kassa sizning xizmatingizda bo'ladi. Buni bu ham mer 10 chiqib bo'lyapti degan savol mendan paydo bo'ldi. Lekin hozirda do'konda tovar qabul etilib, taxlash jarayonlari boshlangan. Plus minus 10 kunning ichida do'kon 100% sizning xizmatingizga tayyor bo'ladi. Aytgancha, do'konning ish vaqtini keladigan bo'lsak, azongi soat 9 dan kechki soat 22:00, ya'ni oddiy aytib aytadigan bo'lsak, kechki soat 10 gacha do'kon ochiq bo'ladi. Va bir gap bilan aytganda, endilikda 14 kollejning yang'anasida har bir beruniylik yurtdoshimiz bozordan olishi mumkin bo'lgan ro'zg'or uchun kerakli barcha narsani bir joydan topib biladi. Do'konning ichida 5000, 6000 dan ziyod tovar sizni kutib turibdi. 5000, 6000 tovarning ichida nun-ular bor deydigan bo'lsangiz, sizning ro'zg'oringizga kerakli barcha narsalar, yosh bolalar uchun o'yinchiqlar, meva, sabzavotlar, sut va qatiq mahsulotlari, non, xullas barchasini endilikda bir joydan topasiz va u joy sizning uyingizga endi yanada yaqinroq joylashgan. Yangi aytib o'tganimizdek, plus minus 10 kunning ichida do'kon 100% sizning xizmatingizga tayyor holatda bo'ladi. Do'kon ochilishidan oldin albatta soat nechada ochiladi, ochilish marosimi qachon bo'ladi, barchasini sizga videorolik etib joylab ma'lum etamiz. Hozircha bizlarda shu yangiliklar. Beruniydagi so'nggi yangiliklarda o'tiravermaslik va nerda nima bo'lib turganini hammadan birinchi bo'lib ko'rib bilib boraman desangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishadingizdan chiqmasin. Shunda Beruniyning ichida bo'lib turgan hamma yangilikni hammadan birinchi bo'lib bilib borasiz. Pastda podpisatsiya knopkasi chiqib turibdi, ustidan bosib turib yo'qotib obuna bo'lib qo'ysangiz, hammasini hammadan birinchi bo'lib bilasiz. Komment qo'yib turib, bu yangilik haqida albatta fikringizni yozib qoldiring va videoga birdan like bosib qo'ysangiz, videoni ko'proq Beruniylik yurtdoshlarimiz ko'rishini sababchi bo'lasiz. Bosgan like'ingiz va obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Toza do'konlar o'ng bo'lsin.